Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shou biznes yangiliklari, eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Nima qildim men? O'zim urug'ni bolasini g'iybat qilganlar. Pul haqiga kelmaydi. Topib kechirim so'rab qo'ydilar. Men shunaqa dedim Alloh haqida. Qo'shni yo qarindosh yana xafa bo'lmang. Hali odamni ahmog'i ichida bo'lar ekan. Xafa bo'lmang. Bizlar ham bir qadar o'rgan, boshqa qonunlar keching. Siz olamga rustam bo'ling. Kechiradi deb hayotda Yulduzim, har ko'rganda sizni sog'inaman. Sog' bo'lsin, omon bo'ling. Привет из Кабардино-Балкарии. Dunyoni hamma chekkasidan ko'ryapsiz. Всем вам тоже привет. Привет вам тоже, Кабардино-Балкария. Вот. Sog' bo'ling opajon. Sog' bo'linglar. Я вас всех люблю. Bitta qo'shiq endi. Примеры eshitaylik deyapti. Не говорите маме, не говорите мамам наши минусы. Дети выходят из дома для того, чтобы встать на ноги. Но у них не всегда все получается. Иногда бывают ошибки, иногда бывают сдвиги. Но нельзя только сплетнями доносить до родителей. Иногда надо помогать встать на ноги, чтобы дальше наша молодежь, это наше будущее. Вот, об этом есть. Поехали. Salchalarim, mani eng yaxshi ko'rgan, eng sevgan auditoriya muxlislarim. Xudo xolasa 31-oktyabr kuni mening yangi taronam, mish-mish taronam sizlarga taqdim etiladi. Juda ham hayajondaman. Yoqadimi, yoqmaydimi bilmayman, lekin juda ham xohlayman sizlarga yoqishini. Chunki juda ko'p harakat qildik, ishladik, klipni ham harakat qildik sizlar uchun olishga, boshqacha olishga. Noodatiy chiqqan klip. Bitta kadrda butun klip olingan. U juda ham qiyin, постановочный klip bo'lganda, shu uchun iltimos baho beringlar va albatta yangi ashulamni tinglang va albatta baho beringlar.